Hozirgi zamonda juda ko'p kasblar bor. Agar siz barcha kasblardan voz kechib, aynan YouTube ni tanlagan bo'lsangiz, bu sizning katta xatoyingiz bo'lishi mumkin. Bu gapni nafaqat men, balki sizning ota-onangiz ham aytgan bo'lishlari kerak. Shaxsan o'zim YouTube ni deb universitet va davlat ishidan voz kechganman. Ushbu videoda esa ish o'rniga YouTube ni tanlash qanchalik to'g'ri ekani haqida aytib bermoqchiman. Videomiz qiziqarli bo'ladi, videoni oxirigacha ko'ring. Qani, ketdik. Birinchi xato, YouTube bu biznes, ish emas. Ko'plab odamlar YouTube'ga oddiy ishdek qarashadi, lekin bu noto'g'ri. YouTube bu to'liq biznes. Bu yerda mahsulot bu sizning videolaringiz, klientlar esa sizning prosmotrlaringiz. Kanalingizda qanchalik ko'p prosmotrlar bo'lsa, daromadingiz shunchalik ko'p bo'ladi. Agar prosmotrlar bo'lmasa, bu bankrot degani. Haqiqiy biznes bilan YouTube'ni atigi bitta farqi bor. U ham bo'lsa, YouTube'dan daromad qilish uchun pul sarflashingiz shart emas. Albatta, agar bizning xizmatlardan tezroq rivojlanish uchun foydalanmasangiz. Lekin bir haqiqat bor. Agar siz YouTube'ga qo'shimcha ishday yoki hobbiday munosabatda bo'lsangiz, hech qachon rivojlanmaysiz. Masalan, agar siz o'quvchi yoki student bo'lsangiz, darslardan so'ng sizda YouTube uchun 3-4 soat vaqt qoladi. Lekin bu vaqt sizga kamlik qilishi mumkin. Chunki YouTube'da yaxshi daromadga chiqish uchun doimiy o'rganish, sinab ko'rish va rivojlanish kerak. Shaxsan o'zim haligacha kuniga kerak bo'lsa 10 soatlab vaqtimni YouTube'da o'tkazaman. O'z yo'nalishimdagi kanallarni kuzataman, ularni analiz qilaman, yangi funksiyalarni sinab ko'raman va yangi g'oyalar o'ylab topaman. Shuning uchun sizda tanlash uchun ikkita variant qoladi: oddiy ish yoki YouTube. Ish sizga doimiy daromad olib keladi. Siz xavfsiz bo'lasiz va kutilmagan vaziyatlarda ham unchalik qiynalmaysiz. YouTube esa sizga doimiy daromad olib kelmaydi. Boshlanishiga 1 yilda 1 so'm ham ishlab topmasligingiz mumkin. Lekin YouTube'ning bitta plyus tarafi, bu yerda daromad cheksiz. Ikkinchi muammo, yo'nalish tanlash. YouTube'da kanal ochishdan oldin qilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu yo'nalish tanlash. Ko'plab odamlar faqatgina tezroq prosmotr olish uchun o'zlariga mos bo'lmagan yo'nalishlarni tanlaydi. Masalan, yosh bolalar uchun kontent, sun'iy intellekt videolari yoki gaming videolar. Lekin yaxshilab o'ylab ko'ring. Sizga prosmotrlar muhimmi yoki daromad? Chunki YouTube'da prosmotr daromadga teng emas. Ha do'stlar, tepada aytib o'tganimdek, prosmotr qancha ko'p bo'lsa, shuncha daromadingiz oshadi. Lekin qanchadan qanchaga oshishi bu yo'nalishlarga bog'liq. Qaysidir yo'nalishda siz 100 ming prosmotr bilan $10 ishlashingiz mumkin. Qaysidir yo'nalishda esa $1000. Bunga misol qilib, mutaxassislik yo'nalishlarini keltirish mumkin. Misol uchun siz psixolog bo'lsangiz va siz o'z yo'nalishingiz bo'yicha YouTube'da kontent qilsangiz, sizning konsultatsiyangiz masalan $200 bo'lsa, YouTube'dagi 100 mingta prosmotr olgan birgina videongiz orqali bemalol 5-6 ta mijoz olishingiz mumkin va bunda siz $1000 dan ortiq daromad qilasiz degani. Boshqa variantlarda esa siz $50 ham daromad qilmasligingiz mumkin. 3-bo'lim, kontent hammasini hal qiladi. YouTube bu haqiqiy biznes va bu yerda juda katta konkurentlar mavjud. Har kuni minglab yangi YouTuberlar paydo bo'ladi va ulardan ajralib turishning yagona usuli bu sifatli kontent. Sifat bu faqatgina video formati yoki qimmat texnikalar degani emas. Sifat ichida videongiz ssenariysi, montaji, prevyusi, xullas barchasi kiradi. Masalan, bir kanal oyiga 30 ta o'rtacha sifatdagi video joylaydi. Boshqa kanal esa atigi bitta video, lekin juda yaxshi sifatda joylaydi. 1 yildan so'ng esa birinchi kanal maksimum 10 mingta obunachi yig'ishi mumkin. Lekin ikkinchi kanal bemalol 100 mingta obunachi yig'adi. Chunki YouTube algoritmida nechta video joylashingizni qizig'i yo'q. Unga auditoriyangizning reaksiyasi qiziq. Ular videongizni tomosha qilishyaptimi yoki zerikib chiqib ketishyaptimi? Shu birinchi o'rinda. 4-bo'lim bu doimiylik. YouTube bu ijtimoiy tarmoq va bu yerda rivojlanish uchun doimiylik kerak. Lekin doimiylik bu qancha ko'p video bo'lsa shuncha yaxshi degani emas. Doimiylikning ma'nosi bir xil ritmda doimiy kontent joylash. Masalan, agar siz haftasiga bitta video joylashga qaror qilsangiz, ushbu ritmni saqlab qoling. Lekin sizning ishlaringiz yoki o'qishingiz bunga xalaqit
vaqt bersa va siz ba'zida bir haftada bitta video ham joylay olmasangiz, bu holatda rivojlanishingiz qiyin. Lekin buni ham yechimi bor. Bu esa kontentni oldindan rejalashtirish. MrBeast o'z videolarini kelajakdagi 5 yil uchun allaqachon tayyorlab bo'lgan va agarda u hozirda vafot etsa ham, biz uni 2030-yilgacha vafot etganini bilmaymiz. Chunki 5 yil davomida har qanday holatda ham videolari YouTube ga joylanadi. Shaxsan o'zim ham hech bo'lmaganda oyiga 5-6 ta videoni oldindan zapas uchun tayyorlab qo'yishga harakat qilyapman. Bu esa har xil vaziyatda kontent stabilligini qutqarib qoladi. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. 5-bo'lim daromad va haqiqat. Men YouTube bilan 15 yoshimdan beri shug'ullanaman va hozirda 21 yoshdaman. O'zimning ofisim mavjud. Jamoamda 6 kishi ishlaydi va ularga har oy oylik beraman. Bularning barchasi esa YouTube orqali keladigan daromadim orqali. Boshlanishiga men ham YouTube ga hobbidek qaraganman va shu sabab ham boshlanishiga kanalim juda sekin rivojlangan. Lekin bu xato ekanini ustozlarim sabab tushunganimdan so'ng, kanalim men kutmagan darajada tez rivojlanishni boshlagan. YouTube orqali daromad qilishni asosiy ikkita usuli bor. Birinchisi bu reklamalar, ya'ni YouTube'ning o'zini monetizatsiyasi va tashqi reklamalar. Ikkinchisi esa o'z mahsulot yoki xizmatlaringizni sotish. Ikkala yo'nalishda ham yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Buni inkor qilmayman. Lekin ish o'rniga YouTube'ni tanlashda shuni ham hisobga oling. Agar sizda bilim yoki ustozingiz bo'lmasa, siz yillar davomida bir tiyin ham ishlab topmasligingiz mumkin. Eng achinarlisi esa ketgan vaqtingiz bo'ladi. Agar siz YouTube'ni tanlagan bo'lsangiz, men sizga o'zingizga ustoz topishni va mutaxassislardan konsultatsiya olishni maslahat beraman. Chunki bu sizga YouTube'da tezroq rivojlanishga va daromad olishingizni tezlashtirishga yordam beradi. Hozir esa men sizga atigi 20 kun oldin mening konsultatsiyamdan foydalangan mijozimning yuborgan videosini qo'yib beraman. Xulosa chiqarish o'zingizdan. Assalomu alaykum. Avvaldan tuzimsiz, charchamayapsizmi? Men sizga avvalambor rahmat aytmoqchiman. O'tgan safargi konsultatsiyadan keyin to'g'risi qo'llab ko'rdik. O'sha strategiyalarni prosta rezultat bomba bo'ldi. Yorib tashladik xullas. Oldin konsultatsiya qilmasimizdan oldingi videoni prosmotrlari. Mana bular ham yaxshi bo'lgan. Mana ko'rsangiz bo'ladi, bular chiqarganmiz, lekin hech qaysini otib olmagan. 188 ta 994 ta bittasini mintaga qo'ygan ekan. O'sha konsultatsiyadan bir hafta o'tib buni chiqardik. Mana videoni chiqardik. Bu 2000 ta prosmotr yig'di. Aradan yana 5 kun o'tdi-da buni chiqardik. Bu 37 mingta yig'di. Mana shu 3 kun oldin chiqargan videomiz 65 mingta bo'ldi. Analitikasini ko'ring. 3 kun ichida 66 mingta prosmotr bo'lgan. Soatiga 3000 tadan prosmotr ketyapti bu yerda. Shu 3 kun ichida 1700 ta odam mana shu videodan qo'shildi. Bu ikkinchi videoni rezultati. Bu 10 kunda 37 mingta bo'ldi. Bundan soatiga 2000 tadan odam ko'ryapti ekan, 1300 odam qo'shildi. Bu ham zo'r narsa. Rahmat, xudo xolasa, bundan bag'iga birga ishlaymiz.